qilishga chog'lanamiz. Qiyosi yo'q uning mehri bir daryo. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Boshqa millatlarda bilmadik ammo dunyoda bo'lam deb yashaydi o'zbek. Unda bo'lsa o'rni boshqa un uchun o'g'lim otashimdan yaralgan uchqur. Qizim parilardan-da chehrasi gulgun, yuzlari lolam deb yashaydi o'zbek. Bir qo'lda belanchak, bir qo'lda Qur'on. Bir yelkada ketmon, birida iymon, barchaga mehribon bugun misli oftob simon. Yashasin olam deb yashaydi o'zbek. Bobolari qaysi yigitlardan kam, momolari tetik xushro'y yuzga kirsa ham, mehmonlari bo'lsa uning bugungidek bir to'yxonaga jam. To'shak yetmay to'lar, to'shaydi o'zbek. Topkadan to'y qilib yashaydi o'zbek. Assalomu alaykum. Bugun shunday muborak sanada o'zbekimni go'zal to'yxonasini fayzul nurga to'ldirib turgan yaxshilar. Eng avvalo nuroniy munis mo'tabar onaxonlar, hoji onalarimiz, opa-singillar, amma xolalar, kelinoylarimiz, qudandalar. Hammalaringizni xush ko'rdik, avvalo xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Bugun yaratgan nasib qilgan mana shunday bir sanada, xotirjamlikda, sog'lik, salomatlikda, eng muhimi a'lo kayfiyatda ko'rishgan ekanmiz, yetkizganiga, ko'rsatganiga shukr. Chunki bugun bejiz emas, bugun hammamizni mana shunday elimiz, xalqimiz orasidagi o'zining bir o'rniga ega bo'lgan ko'hna xonadonlardan biri Toshquruqlar xonadoni ahli chiroyli bir xursandchilikka chorlagan, ya'ni mana shu Toshquruqlar ahli bilan bugun ajoyib bir sanada, ajoyib bir kunni tarixga muhrlashga barchamiz juda yaqin turibmiz. Avvalambor xonadon ahliga to'ylar muborak bo'lsin. Qolaversa bugun to'y boshlar, to'y sohib sohbalari barchamizga peshvoz, to'y sohib sohbalari bugun hammamizni e'tiborimiz markazida. Ya'ni to'y boshi bo'lamiz, safarali hoji bo'lamiz hamda to'y sohibasi davra kelganlarni bugun xonadonlariga Allohning marhamati yog'ilib, jondan aziz farzandlarni yaxshi bir to'ylarni nishonlash nasib qilgan ekan. Mana shu munosabat bilan safarali hoji bo'lamdi, qo'lyasi davra kelganlarni chin yurakdan tabriklaymiz. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Doimo mana shunaqangi to'ylarda, yaxshi kunlarda hech qachon boshlari chiqmasin deb chin qalbdan niyat qilib qutlovlarimizni ulashib olamiz. Qolaversa bugungi mana shu tantanali qahramoni ushbu xonadonning qizlari, singlimiz, davramiz kelinchagi bugun Shohsanamxon qizimizni misol onada bir qismi ekan. Shohsanamxon qizimiz ham bugun mustaqil hayot ostonasida o'zini umr yo'llarini kuyovimiz bo'lmish Ibrohimjon ukamiz bilan bog'lar ekan. Demak, yoshlarimizga yaratganini nazarda tutib ularni bugun umr yo'llari tutashmoqda. Biz nima deymiz? Ko'pni qatori qo'limiz duoda, ilohim yoshlar baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin, serfarzand bo'lsin, to'kin baxtga ega bo'lsin deb niyat qilamiz. Kelasi yil Xudo xolasa mana shu chiroyli kunlarda ko'pni qatorida ota-onalik baxti nasib qilib farzandlariga beshik to'ylar qilsin deganlar bo'lsa, chiroyli qarsak cholib berganlarni ikki dunyo sog'lom bo'lsin, uylaringda to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin deymiz. Va shunday chiroyli tilaklar bilan bugungi tantanamizni rasman ochildi deb e'lon qilamiz. Endi tortinmasdan dasturxonlarga qarayverasizlar. Endi bugun to'y, bugun xursandchilik. Mana shu xursandchilikka bugun hammamizni bir maqsad yetakladi. Maqsad esa bitta, bugun mana shu xonadon egalari bilan oz bo'lsa-da o'ynab kulib, bugungi chiroyli xursandchiligimizni ko'ngildagidek nishonlash. Buning uchun esa ijodiy jamoamiz bugun sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Ya'ni viloyatimiz markazidan tashrif buyurgan Sirdaryo viloyati drama teatri xonandalari, ya'ni Sherzodjon do'stimiz hamda Barnoxon Mirsayidovalar bugun sizlarga ajoyib ketma-ket rang-barang chiroyli qo'shiqlar bilan xizmatda bo'lib bo'ladi. O'ylaymizki, bizning chiqishlarimiz albatta sizlarga manzur bo'ladi. Oz bo'lsa-da mana shunday qo'shiqlar bugungi kunni bezab oladi desak xato bo'lmaydi. Marhamat, qo'shiqlar uchun navbat berib qolamiz. Yana bir bora xush kelibsiz.